Assalomu alaykum, Asalari hayoti kanalimiz kuzatuvchilari, 2026-yil 23-avgust holatiga ikkinchi asalimizni oldik. Rasploti yo'q oilalardan iloji boricha ozginadan deyarli hech qancha asal ham olmadik. Birinchi asal zo'r olganimiz uchun yoki gulchang bilan shira dalada keskin kamayib ketgani uchun asallarlarimizda arilar asosiy qism deyarli asosiysi dalada shira birdan tugab qolgan shu Xitoy paxtaga. Hozirgi ishlarimiz ustidagi keraksiz narsalarni, mayda-chuyda latta puttalarni olib, keyin ba'zi oilalarga diafragma karmushkalar qo'yyapmiz ovqat berish uchun. Bo'ldi, endi bu yil asal olinmaydi. Endi mana bu teshiklarni qisqartirib, mana ari chiqayotgan teshiklarga sal cheklaymiz, kichkina qilib. Dimoxodning teshigi turaveradi. Mana bunaqa umuman ari chiqmayotgan teshiklarda yopamiz, chunki yovvoyi arilar kirib oilani bezovta qilmasligi uchun. Va yana hozir ari uncha agressiv emas, u degani yana hujum qilmayapti. Bemalol to'rt setkasiz shlyapani o'zida bemalol ishlayapmiz. Mana arilar yaxshi. Tabiatda oz shira kelyapti, makkajo'xoridan gulchang kelyapti. Shu paytda ariga qarab qishga ketaveradigan darajada xitrstva qilib qo'yamiz. Endi shumlik deydi o'zbekchasiga, ruschasiga xitrstva deyapmiz. Hozir qanday qilamiz? Mana bu ikki xonali oilamiz. Bizda shu paytgacha kuzatilgan amaliy tajribalarimizda qishda ham bola qo'yib chiqqan holatlari bo'lganda mana hozir ko'ryapsizlar, diafragma, mana bu diafragma. Diafragmani bu tarafda 4 ta romka turibdi, bu tarafda 6 ta romka turibdi. 7 ta ekan. Xo'p, endi shu diafragmani bu tarafga olib o'tib yoki ikkita diafragma qo'yamizda, ikkala ari bir-biriga issiq bermaydigan darajada qilamiz. Sababi hozir havo issiq, 42, 43, 45 gradus ham bo'lyapti Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida. O'shaning uchun hozir bilinmaydi arilarga. Ertaga sovuq tushgandan keyin ari qaratmay qo'yadi, qanaqadir sovuq tushib ketib ulgurmay qolib, kun qisqa bo'lganda shu paytda mana hozir yostiqchasini olib qo'ydik. Xo'p, shunda nima qilamiz? Hozir o'shani ko'rik qilib, bir boshdan ona ari bormi, yo'qmi, endi ha deb titkilab yotish shart emas, faqat ovqatini berib, kanastiga dori qo'ysak bo'ldi. Mana muravenniy kislota bilan 85%, 75% muravenniy kislota bilan har bitta uyaga ikkita vatniy diska, ayollarning yuzini tozalaydigan vatniy diska bilan qo'yib chiqyapmiz 5 grammdan. Bu yil hisobiga birinchi marta mana katta mana bilmaydiganlarga mana arilar hozir 1 2 3 4 5 6 romkada zich o'tiribdi hozir kunduz holatda. Mana arilar undan 4 tasi rasplot bor ekan. Ba'zi bir oilalarda kana endi ko'rinyapti, oldin ham bo'lgan, unga dorilab yurganmiz. Xo'p, katta karmushka qo'ydik. Mana bunga hamma uyada har xil mana bunaqa plastmassa karmushkalarimiz ham bor, yig'ishtirib olgan, uni qo'yamiz. Mayda karmushkalarga mana doполнительный karmushkalar olib keldik. Endi mavzuning eng asosiy qismi buni mana hozir diafragmadan keyin mana bu yerda ikkita bo'sh romka turibdi. Nima uchun bu bo'sh romka? Sababi ertaga havo sovigandan keyin ishchi arilar o'zidan issiqlik chiqarib turib, mana bu yerda bitta oila turibdi, mana bu yerda bitta oila turibdi. Bu ikki semiyali arilarimiz. Bular o'rtaga yig'ilib turib, mana bu tarafda 4 ta, mana bu tarafda 4 ta ari bo'lgandan keyin bu yerda 8 romli o'rtada peregrodka bor, lekin bir-biriga issiq berishini hisobiga sal kun chiqqanda ham mana O'zbekistonimizda janubiy viloyatlar, ya'ni Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro viloyatlari, ayrim tog' oldi hududlariga issiq kelgan paytida bular yana tuxum qo'yishga kirishib ketadi. Shu tuxum qo'yishga kirishmasligi uchun, bir-biriga issiq o'tkazmasligi uchun mana bu yerga ikkita romka tashlayapmiz. Diafragma bilan oilani orqaga olib qochyapmiz, orqaga. Ana shunda mana bu letogdan kirib chiqadi, oldidagi letogdan kirib chiqadi. Shunda hozir mana bu yerdagi arilar ikkiga bo'linadi. Mana hozir mana bu yerda katta kulib bo'lmaydi-da, bu tarafga qochadi va bu tarafga ozgina chekingandan keyin bularda issiqligi bir-biriga ta'sir qilmaydi va ari yaxshi qishlaydi.
yaxshi qishlagandan keyin tuxum qo'ymagandan keyin tropiya kanasi o'ziga bir ikki dorilaganimizdan keyin o'lib ketadi. Masalan, buni yashirib o'zim bo'lsam bo'ldi, boshqalar bilan ishim yo'q deyish u yaxshi emas. Kim videoni ko'rayotgan bo'lsa, asalarchi tanishiga yuborsin, asalarchi katta asalarchilarga yuborsa ham mayli. Gruppaga odam qo'shinglar kerak bo'lsa, endi ko'pdan ko'p fikr chiqadi-da. O'shanda masalan hammada o'sha kana yo'q bo'ladigan bo'lsa, kelasi yilga balki O'zbekistonda tropiya kanasi degan muammo bo'lmas. Shuning uchun kasallik hamma arichilarda bir-biriga yuqtirib qo'yadi. Sababi bir-biriga bilim tajribasini o'rgatmaydi-da. Yashirib yuraveradi-ki, qo'shnisidan o'sha kasallik yuqib qoladi. Men yashirib o'tirmayman. Mana shu oilam misolida ko'rsatib berdim. Hozir imkonim qadar sekin har ko'rigida shunaqa qilib oilani tayyorlab, xuddi bir o'zi turgandek, keyin bunga ozgina ovqat berib turaman shakar bilan. Keyin mana bunaqangi qovog'arlarga qarshi kurashib turaman. Va hozir qirov tushgandan keyin mana bu ko'rpacha hozircha issiqni qaytarish, kechasi isitish vazifasini bajarib turibdi, rasplot borligi uchun. Keyin buni men har yili yarimta qilib qo'yaman. Mana bunday qilib, mana bu tarafdan bir qarich, bu tarafdan bir qarich joy qoladi, o'rtaga yig'ib qo'yaman. Sababi sovuq, холодный занос deydi ustozlarimiz. Shu sovuq qishlashi uchun. Sovuq qishlagandan keyin bu tuxum qo'ymaydi. Tuxum qo'ymagandan keyin uncha ari ko'p bo'lsa tuxum qo'ymaydi. Tuxum qo'ymagandan keyin rasxod bo'lmaydi. Ari bir-biriga jipshib turib uzoq va tinch xotirjam qishlaydi. Ovqatni ham yemaydi. Tuxum qo'ymagandan keyin kana bo'lmaydi. Uning uchun xotirjam qishlash uchun kanani o'ldirishimiz kerak. Kanani o'ldirish uchun rasplotni cheklashimiz kerak. Rasplotni cheklash uchun mana bunday shumliklarni hozirdan qilishimiz kerak. Chunki ertaga arilar sovuqda bizga qaratmaydi. Keyin mana bunchagina ko'pgina arini ochib ishlayolmaymiz. Vaqtimiz ham yetmay qoladi. Kunlar erta ketib qoladi. Rahmat sizlarga. Kanalda yangi bo'lganlar obuna bo'lib, podpiska bosib, layklarni kommentariyada sizlar qanaqa qilasizlar, qanday tajriba bilan qo'llaysiz, o'shani yozib, keyin mana bunaqa litoglar foydali-da. Mana hozir arilar hujumga keladigan payt mana bunday to'sib qo'ysangiz, ari bitta, ikkita ari kirib chiqaveradi, lekin mana bu yerda havo ham kirib chiqaveradi, zo'r bo'ladi-da. Mana bunday mana to'xtaydi. Shunaqa. Bu ba'zi arichilarda bor, ba'zilarda yo'q. Keyin mana bular bahorda isitganda kerak bo'ladi. Mana tepa teshiklardan yaqinda hujum boshlanadi. Mana bunday qilib yopiladi keyin. Mana bo'ldi. Arilarimizni ko'chirishimiz kerak. Sababi asalarilarda ham bitta hududda uzoq vaqt turib bo'lmaydi. Har xil mana hozir qovog'ari bu yerda juda ko'paygan. Sababi biz yozda kelganimiz u qovog'ari uyalari kichkina bo'lgan, bizda o'lgan arilar, har xil arilarni yeb, ular kuchaygan, hozir kuchga to'lgan paytida. Endi qaytarib o'zimizga hujum qilyapti. Shuning uchun ularni biz bu yerda och qoldirib boshqa yoqqa qochib ketishimiz kerak, o'zimizga yaqinroq va mana bunaqa sher-sherlar kuchga to'lmagan joylarga. Shunaqa ko'p gapirib yubordim. Rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Asallarida asalini oldikmi do'stlar, buni och qo'yib tashab qo'yish kerak emas. Bu ham qo'lga qaragan narsa, yaxshilab qarab, sifatli boyagi har xil qiyom emas, yaxshi o'z shakarlardan berib qishga tayyorlab qo'ysalaringiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bular ham qishdan nobud bo'lmay chiqadi. Bu yildan keyinga mana hozir bu yil hisobiga asal olgan paytimizda bitta arimiz nobud bo'ldi. Qolgan arilarimiz ona arimiz, o'shani qo'shib yubordik. Qolganlari hozircha yaxshi. Mana bu yildan keyin mana shu arilarimizdan mana sushlar, mana bu sushlar ketadi, bu yildan keyin sotiladi. Keyin mana bu sushlar bitta uyadan 5 ta sush chiqadi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, sushlar ham bor. Shular ajratyapmiz mana. Bu ham rabochi sush. Mana yomon kasal oilalar emas, o'zimizdan qolgan oilalardan. Sog' bo'lasizlar.